Siz ustozsiz, tajribasi bor, bilimi bor. Ana endi necha yillardan beri o'ylab yurgan rejangiz onlayn ta'limga kirishni amalga oshirmoqchisiz. Va mana shu videoni ko'rish maqsadida siz kelayotgan 10-12 daqiqa ichida o'zingizni qaysi tumanida onlayn ta'limga turtki bo'ladi deb o'ylayapsiz. Bu video nafaqat sizga turtki, balkim haqiqatda aynan nima ishdan keyin qaysi ishni qilish kerakligi bo'yicha qadam-qadam sizga o'zbekchasiga yetganda bu dasturiy amal bo'lib beradi degan umiddaman. Va bu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, sizga onlayn ta'limga kirib kelishingiz uchun kerakli bo'ladigan barcha qo'rquvlaringiz va ana o'sha qo'rquvlarni yechimi sifatida aynan nimalarni ketma-ketalik qilish kerakligi bo'yicha 5 ta qadam ko'rinishda ketma-ket tushuntirib beraman. Va'da beramanki, bu videoning oxirida siz onlayn ta'limga kirishingiz uchun kerakli barcha bilimni teoriyada tushunasiz. Lekin amaliyotda qo'llash baribir o'zingizga qoladi. Odatda biz bir insonni eshitishimiz uchun o'zi gapirayotgan gapga qanchalik amal qiladi, o'zi bu kim degan savolni so'raymiz. Siz ham agar bu videoni ko'rib shu savolni so'ragan bo'lsangiz, to'g'ri so'raydingiz. Endi javobini bersam. Ismim Mirjalol Soatov, 5 yildan beri ta'lim sohasidagi va oxirgi yillarda ustozlarni onlayn ta'limga kirishlariga yordam berib keladigan prodyuser ham mentorman va oxirgi vaqtlarda aktiv zapus bilan ham shug'ullanyapmiz va raqamlar bizda birinchi marta o'sha oxirgi katta zapuskimizda 40 kun ichida 40 millionga yaqin xarajat bilan 200 millionlik bo'lgan bo'lsa, ikkinchisida ham hozir aktiv zapus jarayoni ketyapti. 200 milliondan oshirdik, lekin bizning rejamiz kattaroq va shu kattaroq maqsadni amalga oshirish bo'yicha harakatdamiz. Siz bu videoni ko'rayotgan vaqtda hali zapusk davom etyapti. Shuning uchun hozir aniq raqamlarni ayta olmayman. Lekin siz ishoning, ko'nglingizni xotirjam qiling. Sizga aytayotgan gaplarim bu qaysidir joylardan o'zimcha o'qib olib, GPT ga solib sizga aytayotgan emas. Balkim shu vaqtgacha xuddi sizga o'xshagan 50 ga yaqin ustozlarni onlayn ta'limga kirib kelishlariga yordam bergan va shu vaqtgacha 3 ta mentorlik o'tkazgan odam sifatida har bitta og'riqni bilib, shunga yechimini ham sinalgan usullari bilan sizga ulashmoqchiman. Ustozlar, men ham xuddi sizga o'xshagan ustoz bo'lganman va aynan sizning ishga kechirmalaringizni o'zimda sinab ko'rganligim uchun siz bilan ishlash menga juda ham oson. Va keling, sizdagi asosiy muammolarni men aytib o'tib ketsam. Va mana shu muammolar agar sizda rostdan ham bo'ladigan bo'lsa, bu videoni aniq davom ettirasiz, chunki men bu muammolarni shunchaki aytibgina qolmasdan, balkim yechimlarini ham taklif qilaman. Birinchi muammo, boshlash uchun o'zi nimalar qilish kerak, qaysi ishdan keyin qaysi ishni ketma-ket qilish kerak. Men kursimni boshlashim uchun birinchi darslarni yozib olishim kerakmi, yozib olsam qanaqa platformaga qo'yaman, yozib olsam necha pulga tushadi degan savollar bilan maksimum kursni boshlashni kechiktirish ustozlarning asosiy eng katta muammosi. Bu muammoni yechimi sifatida qilinadigan ish mani qarashlarim bo'yicha va shu kecha kunduzda istalgan yaxshi prodyuser bilan ishlaydigan bo'lsangiz, ustozlar, asosiy qilinadigan masala bu A nuqta B nuqtani to'g'ri aniqlab olish. Va buni sotuv dekompozitsiyasi deb atashadi. Sizning loyihangiz, sizning budjetingizdan kelib chiqqan holatda nechta o'quvchiga sotmoqchisiz, nechta o'quvchi olishni reja qilyapsiz va sizni necha pul pulingiz bor degan savollarga javob berib shu datani oladigan bo'lsak, shu ma'lumotlarni o'sha ma'lumotlar bo'yicha buni raqamlarga sanalari bilan kim qilishiga moslab qo'yib chiqish dekompozitsiya degani. Sodda tushuntirganda. Endi uni detallarga ichkariroq kiradigan bo'lsangiz, siz aniq raqamlarni shu kecha kunduzdagi bozor holatida bilishingiz kerak. Misol uchun, agar siz targetdan reklama yoqib, o'sha target kreativlarni, videolarni olib, misol uchun, agar siz speakingni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, pronunciation oshmayaptimi? Unda 3 kunlik vebinarimga qatnashing deb chiqib qolishadi. Bu target kreativ. Buni bilasiz. O'sha qilmayapsizmi deb turib target kreativga olib o'tib, u yerda webinar qilib, sotish jarayonida har bitta obunachi narxi necha pulga tushdi? 10 mingta agar kanalga o'tgan bo'lsa, u yerdan necha foizi webinarga o'tdi, webinarda nechtasi sotib olishi potensiali bor degan raqamlarni ichkarisiga kirish uchun sizga soha mutaxassislarining yordami kerak bo'ladi. Lekin o'rtacha holatda men sizga hozir o'zimizni aytayotgan borgi 200 millionlik sotuvimizni razborda uchini chiqarib raqamlarni aytib ketaman va bu raqamlar orqali sizga o'zingizni hozirgi cho'ntagingizdagi pulingiz bilan nech pul tikib, nech pul olishingiz mumkinligini umumiy xulosasini chiqarsangiz bo'ladi. Lekin asosiy yechim sifatida men raqamlarga chuqur kirmagan holatda sizga ayta olamanki, loyiha dekompozitsiya qilishi kerak. Dekompozitsiya nima degani? Kim, qachon, qaysi ishni qiladi va bu sizga qanchalik foyda olib keladi raqamlarda. Mana shuni aniq qilish sizni boyaga ishlarni ketma-ket qilishni o'ylab kechiktirib, prokrastinatsiya qilayotganingizni yechimi bo'la oladi. Tushunarli?
Keling, aytaylik sizda hozir shu kecha kunduzda $1000 pulingiz bor ortiqcha va mana shu $1000 bilan siz kursingizni boshlashni rejasini qilasiz. Yetadimi o'zi, yetmaydimi, qanchalik degan savol. Buni dekompozitsiya qilishda raqamlarni gaplashadigan bo'lsak, hozir shu kecha kunduzda siz mana shu $1000 agar tikib $2000 ko'rinishda oladigan bo'lsangiz, xursand bo'lishingiz kerak. Va bu qaysi sohadaligiga qarab. Bu fikrni qat'iy aytyapsan deydigan bo'lsangiz, juda ko'p zapusklarda agar birga 2 bo'ladigan holat bo'lsa, xursand bo'lishyapti oxirgi vaqtlarda tikayotgan pullari bilan olayotgan pullari, misol uchun ratiosi 2:1 bo'lsa. Ekspert qilish Bekronov bilan tizimli ishlashni boshlaganimizdan keyin avval boshdagi 50-60 taga bo'lgan sotuv 10x ga oshdi. 40 kun ichida 500 tadan oshiq o'quvchi kursga yozilishga muvaffaq bo'ldi. Buni asosiy sabablardan biri bu aytganimizdek loyihada aniq dekompozitsiya bo'ldi. Nech pul pulimiz bor, nech pul Telegramga pul tikamiz, nech pul Targetga, Instagramga pul tikamiz degan savollarni aniq javoblarini olganimizdan keyin ishlarimiz joy-joyiga tusha boshladi. Lekin buni o'zi yetarli emas edi. Endi ikkinchi muammoga o'tamiz. Menda hali shaxsiy brend yo'q. O'zimning Instagramda 10 ming talab auditoriyam bo'lsa ekan, men sotish haqida o'ylasam degan yana bitta katta qo'rquv bor. Bu qo'rquvning yechimi sifatida men ustozlarga o'zlarini bloglarini yuritishni boshlashni va eng qizig'i, siz birinchi sotuvlarni amalga oshirishingiz uchun hali sizda 10 minglab auditoriya yo'q bo'lsa ham, buni mini blog bo'lishiga qaramasdan sotuvlarni amalga oshirishingiz mumkin. Hozir shu kecha kunduzda undan oldingi potokdagi mentorlikda o'qigan ekspert ustozlarimizni zapusk jarayonlari ketyapti. Shuning uchun Instagram birinchi marta ochilgan, hali hech qayerda shaxsiy brend qilinmagan, Telegramda ham misol uchun qilinmagan, faqat offlaynda dars bergan kuchli ustoz. Natijalar bor, misol uchun arab tilidan. Va endi hozir mana birinchi Instagramga obunachilari 100 tadan oshiqroq bo'lyapti. Misol uchun qo'shilyaptilar, ochilyapti Instagram akkaunt. Siz o'zingizni kurslaringizni sotishingiz uchun 10 minglab auditoriya kerak emas dedim. Va bunga misol o'laroq, bundan oldingi potokda o'qigan mentorligimizdagi arab tili eksperti o'zlari 2 yildan beri misol uchun natijalar chiqarib keldilar. O'zlarining natijalari bor misol uchun, lekin Instagram ochilmagan, Telegram ochilmagan va birinchi sotuvlarni amalga oshirish uchun Instagram birinchi marta ochildi. 100 tadan oshiq obunachisi bor va biz hozir to'g'ridan-to'g'ri sotuv orqali taklifimizni butun ommaga taqdim qilyapmiz va mana shu orqali misol uchun sotuvlar amalga oshiryapti. Birinchi 20 ta, 30 ta, 50 ta, hattoki 100 ta ham siz blogingizda 10 ming talab auditoriya yo'q bo'lsa ham sotishingiz mumkin. Shuning uchun Qilichbek Bekronov deyotgan boyagi SEO bo'yicha ekspertda 1200 ta auditoriyasi bo'lgan xolos biza 500 tadan oshiq sotishimiz uchun. Albatta bu yerda biz Telegram kanalda master klass o'tganimiz va uni biz 3 kun emas 16 kunlab o'tganimizni hisobga olish kerak. Shu yerda tekin darslarning qanchalik muhimligi sizga yetib boradi. Lekin shunchaki tekin darslarni o'tish agar obunachi olib kirilmasa foydasiz. Lekin obunachi olib kirilib bu Telegramda deysizmi yoki istalgan YouTube'ning o'ziga ham tekin videolarni qo'shishingiz mumkin aslida to'g'rimi, lekin asosan gap tekin darslar deganda jonli darslar ko'rinishida Telegramda nazarda tutilyapti. Telegramda jonli darslar o'tish kerak va obunachi olib kirilishi ham kerak. Shunchaki tekin darsni o'zi obunachi olib kirilmasa foydasiz yoki obunachi olib kirilsa-yu tekin darslarning yo'qligi ham foydasiz. Chunki auditoriya sizdan agar doimiy ravishda qiymat olmasa va ular siz aytayotgan gaplarni to'g'riligini bilmasa, sizdan produktingizni sotib olishmaydi. Ayniqsa hozirgi zamonda juda ko'p bizni atrofimizda bizni raqobatchilarimiz bor. Istalgan sohani tanlang, biologiya deysizmi, tarix deysizmi, istalgan sohada demak bizda juda ham ko'p raqobatchilar. Raqobatchilardan sizni ustun tanlashi uchun asosiy bu sizni shaxsiyatingiz, sizni o'zingizning ekspertligingiz bo'ladi. Ikkalasini ham ko'rsatib berishingiz kerak. Demak, blog yuritish va auditoriya qilish alohida masala va bu sizdagi asosiy muammo. U muammo nima? Tekin darslar o'tadimi, auditoriyani yig'a olmaymanmi? Prosta tekin dars o'tsangiz yig'a olmaysiz, lekin auditoriya quyib tekin dars o'tsangiz ha. Yoki boyga o'z kanalimda uncha odam yo'q yoki Instagram aktiv emasda shu 10 ming talab bo'lgandan keyin sotishim kerak deb turib o'ylashingiz ham noto'g'ri. Ya'ni siz ertaroq boshlashingiz mumkin, boshlashingiz bilan davom ettirishingiz kerak va jarayonda siz demak ham tekin darslaringizni berib borasiz, ham auditoriyani quyib borasiz. Instagramga kontent qilasizmi, Telegramga kontent qilasizmi, YouTube'ga farqi yo'q. Kontent strukturasi degan g'oya bor. Shuni bilib oladigan bo'lsangiz, muammo hal bo'ladi. U nima degani esa, bu
Siz kontent istalgan ko'rinishda Instagram, YouTube, Telegram farqi yo'q. 3 ga bo'lasiz. Birinchi bosh qismi hook, o'rtada body, kattaroq qismida asosiy siz gapiradigan gap, o'zbekchasiga bu uning tanasi degani. Oxirgisi CTA va bu call to action. O'zbekchasiga aytganda harakatga undovchi chaqiriq degani. Ya'ni nima qilsin? Obuna bo'lsinmi, komment yozsinmi, kommentga nima deb yozsin, meni chat ulab qo'yadigan bo'lsangiz, to'g'rimi? Hookda gapiradigan gapingiz imkon qadar insonlarni, hook degani ilgak degani, ilmoq bilan ushlab qolish kerak. Siz bu hooklarni analiz qilish uchun o'zingizni sohangizdagi ingliz tili ustozi bo'lasizmi, matematika ustozi bo'lasizmi yoki ona tili farqi yo'q. O'zingiz sohangizda Instagram qotganlar bormi? Bor bo'lsa kim? Boring uni Instagramiga. Qarang, qaysi videolar uchayotgan videolarga kirib ko'ring. O'zingiz tushunib olasiz qanaqangi ko'rinishda hooklar qilayotganini. Hooklar asosan auditoriyani og'riqlardan kelib chiqadi. Misol uchun oddiy mana speaking ustoz bo'ladigan bo'lsangiz ingliz tili. Shuncha so'z yodlasangiz ham hali ham speakingda uni qo'llayapsizmi deb boshlashadi. Bu hook. Albatta qo'llayapsiz. Nima qilsin? Siz bodyga o'tasiz. Bodyda san so'zlarni noto'g'ri yodlayotgan bo'lishi mumkin. Bunaqa yodlashim kerak. Bunaqa deb turib, polniy bodyda shu muammoni ochib beryapsiz. Aytaylik 30 sekund. Boshiga 3 sekund hook bo'ldi. Keyingi 30 sekund body bo'ldi. Yana 5-10 sekundda siz bunga CTA beryapsiz. CTA nima deyapsiz? Kanalimga obuna bo'lish orqali shunga o'xshash speaking muammolaringizni yechimini olasiz. Yoki men hozir so'zlarni effektiv yodlash bo'yicha Telegramda demak darslik joylaganman. Uni olish uchun darslik deb kommentariy yozib qoldiring deyapsiz va siz DMdan unga darsligingizni Telegramga o'tkazib yuborasiz. Mana bitta usul to'g'rimi? Xo'p, xuddi shu format Telegramda ham saqlanib qoladi. Faqat u yerda odatda nima bo'ladi? Tekstlarda yozasiz. Tekstni matni bor. Matni hook deb qabul qiling. Nimaga shu matnni, uzoq matnni siznikini o'qishi kerak? Vajida xuddi boyagi umumiy go'shtli ma'lumot berdingiz. CT'da Telegramda komment yozishni so'rashingiz mumkin, reaksiya bosishni so'rashingiz mumkin, to'g'rimi? O'zgaraveradi. YouTube'da ham xuddi shunaqa. Biz hozir YouTube video ko'ryapsiz. YouTube'ning videosida boshida hookda nima dedim? Siz ustozsiz dedim, anchadan beri onlayn kurslaringizni boshlashni kechiktiryapsiz va kechiktirayotgan bo'lsangiz, bu videoda men sizga aniq yechimlarni beraman va mana shu yechimlar orqali siz boshlaysiz deb o'qib qo'ydim. Kimga, nima uchun, nimaga ko'rishingiz kerak savollarga javobni berdim. Hozirgi jarayon muammoning yechimi, qadamlarni ochib, hozir 2-qadam, 3-qadamga o'tyapman. Mana bu body. CT'da nima deyman? CT'ga borganda ko'rasiz. Auditoriya yig'ila boshladi. Keling endi keyingi qadamga o'tsak. Siz auditoriyani o'zingizni energiyangizga mos, o'zingizni produktingizga mos insonlarni yig'ib boshlaysiz. Lekin ekspert sifatida sizni o'zingizni onlayn kursingizga taklif ishlab chiqayotganingizda xayolingizda mana shunaqa ko'rinishda kurs bo'lishi kerak degan gipotezalar bo'ladi. Lekin bu gipotezalar ekspert sifatida sizda har doim ham eng to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Lekin eng to'g'ri bo'lsa ham ekspert sizni nazdingizda bu to'g'ri, lekin buni o'quvchi misol uchun nima qilyapti? Eng to'g'ri yechim deb o'ylamasligi mumkin. Bu holatda nima qilish kerak? O'quvchilarni o'zlarini analiz qilib, ularning muammosi nimada ekanligini ana o'sha real time'da, ya'ni shu kecha kunduzdagi muammosini nimadaligini aniqlashingiz kerak va buni cast dev deyshadi. O'zbekchasiga mijoz portreti. Sizni mijozingiz kim, uning og'riqlari nima, oldin shu og'rig'ini yechishga nimalarni sinab ko'rgan, nima o'xshagan, nima o'xshamagan. Misol uchun siz chiqib turib, speaking oshmayaptimi, unda shadowing qil, kursimda shadowingni o'rgataman desangiz, u shu vaqtgacha shadowinglar qildi o'xshamadi. To'g'ri, u siz o'rgatadigan usulda shadowing qilmagandir, lekin unga shadowing konsepsiyasi xuddi endi ana borib bo'lmaydigan joy. Bo'ldi, shadowing kerak emas, o'xshamadi menda shadowing deydi. Aslida u to'g'ri qilmadi balkim o'zi yoki misol uchun umuman boshqacha usulda qildi, kam qildi. Siz bilasiz shadowing qilsa o'xshashni. Lekin siz shadowing deb aytadigan bo'lsangiz, u sizni kursingizni olmasligi mumkin. Unga siz u o'zi nimani og'riq deb bilayotgan bo'lsa, o'sha og'rig'ini yechimi sifatida konsepsiya o'ylab topishingiz kerak va mana bu auditoriyani tahlili bo'ladi. Endi auditoriyani tahlili qilar ekansiz, siz sizga o'xshash ustozlarni, raqobatchilaringizni tahlilini ham qilishingiz kerak. Speaking kursi haqida bo'tdan beri gapiryapmiz. Speaking kursi bo'ladigan bo'lsa, o'rganing Husan akani produktni, offerni nima qilyapti, qanaqa ko'rinishda sotyapti, necha oyda bir sotadi, nechta o'quvchi olyapti, necha puldan sotyapti. Begzod bor, Begzod speakingdan qanaqa qilyapti misol uchun. Yana kim bor speaking ustozlari? Qarang, Instagramdadir, YouTubedadir balkim. O speaking coachlarga chiqing, demak chetdagi. Ularni har birini ular o'ziga xos bo'lgan jihatlarini o'rganing. Sizniki ularnikidan qaysi jihatidan ajralib turadi. Va mana shuni aniq biladigan bo'lsangiz, siz shunda o'zingizni, produktingizni avval o'zingiz tushunib olasiz va uni omma xohlaydigan ko'rinishga keltirasiz. Endi 4-qadam. Va bu eng muhimlardan biri deb bilaman. Nimaga deganda, ustoz ekspert sifatida farqi yo'q, qanaqa kurs o'tishingizdan qat'iy nazar, siz o'zingizni bilimlaringizni faqat kursingizni ichida o'taman deb saqlab qo'ymang. Sababi, agar siz
o'zingizni, bilimingizni, ekspertligingizni faqat kursimda beraman deb ungacha bo'lgan holatda ochiq so'rsligi tekin ma'lumotlaringizni demak suv qilib bo'lsangiz, ruschasiga vada deydi-yu, keraksiz narsalarni gapiradigan bo'lsangiz, sizga nimaga odamlar ishonsin va nimaga kursingizni olsin? Chunki o'zi shundoq ham biz informatsiyaga to'lib toshgan dunyoda yashayapmiz. Bizga informatsiyalarni to'lib toshgan holatida nimalarnidir yashirib qolish foyda bermaydi. Siz boringizni bering. Tekin kontentlaringiz orqali YouTube misol uchun juda zo'r, chunki YouTube'da sizni ko'rgan odam vaqtini ajratib sizga e'tiborni berayotgan bo'lsa, katta ehtimol ertagisiga pulini ham beradi. Faqat bu vaqtda siz, demak, o'sha insonga o'zingiz biladigan barcha narsani qo'ldan kelgancha to'g'ri ko'rinishda ko'rsatib, yetkazib bering va unga maksimum qiymat bering. Agar siz qiymat bermaydigan bo'lsangiz, istalgan inson sizni kontentlaringizni ko'rishi orqali qanaqa darajada ekspertligingizni biladi. Biladi sizni qizg'anayotganingizni, biladi u sizni tezda, misol uchun, nimadir qilib kursiga olib o'tishga harakat qilayotganingizni. Lekin siz ochiq bo'ladigan bo'lsangiz, qalbingiz bilan berib yondashadigan bo'lsangiz, tekin kontentlaringiz o'zida, aytaylik, xuddi shu narsani siz pulli kursingizda bersangiz ham sotib oladi. Sizni haq hurmatingiz. Shuning uchun iltimos ustozlar, qo'llanmalar deysizmi u? Misol uchun video dars ko'rinishida berasizmi yoki shunchaki kontentlaringizni o'zidami? Eng zo'r ma'lumotlarni bering va odamlar sizni ekspertligingizni hurmat qilsin. Va siz bunaqangi ruschasiga aytganda shedriy, o'zbekchasiga saxiy inson bo'ladigan bo'lsangiz, albatta biz sizni shaxsiyatingizni ham hurmat qilamiz. Xo'sh, ustozlar, bilasizmi? Aslida ustoz o'laroq auditoriya yig'ish deysizmi, tekin qiymat berish deysizmi, auditoriyani tahlil qilish deysizmi, bu narsalarni o'zi shundoq ham bilasiz va qila olasiz. Lekin shu narsani qilib bo'lib ham hali ham onlayn kurslaringizni sota olmayotganligingizning sababi va eng katta bu qo'rquv sizni sotishdan qo'rqishingiz. Xayolingizda yaxshi produkt reklamaga muhtoj emas. Nega meni kursim yaxshi bo'lsa sotishim kerak degan to'siq bor. Lekin meni kechiring ustoz. Sizni produktingizni zo'rligini faqat o'zingiz bilasiz, lekin qolganlar bilmaydi. Ular bilishi uchun siz ularga bildirishingiz kerak va turli xildagi sotuv usullaridan foydalanib, butun auditoriyaga, keng ommaga kursingiz haqidagi to'liq ma'lumotlarni doimiy ravishda berib borishingiz va chiroyli usulda sota olishingiz kerak. Sotganda uyalmasdan. Siz avariya bo'lib ketgan mashinangizni aldab sotmayapsiz-ku. Siz o'sha inson sizni kursingizda o'rganadigan bo'lsa, qatnashadigan bo'lsa, foyda olishini biladigan bo'lsangiz, siz unga yaxshilik qilyapman deb sotishingiz kerak. Chunki rostdan ham yaxshilik qilyapsiz. Agar u insonni hayotini o'zgartiradigan bo'lsa siz produktingiz, rostdan produktingizning yaxshiligiga ishonadigan bo'lsangiz, uni xuddi shunaqa ko'rinishda sotishga ham ishonishingiz kerak. Va ishonch bilan yondashilgan, demak, sotuv jarayoni juda ham, demak, barakali bo'ladi. Boshlang'ich etapda o'zingiz 20 ta, 30 ta, 50 tagacha bo'lgan holatda, misol uchun sotishingiz mumkin. Bu sotuv usuli turli xil ko'rinishda bo'ladi. Odatda sotuv voronкасы deb qo'yishadi. Bu auditoriya sizni produktingizni, oferingizni borligini bilib, to ma'lumot olib, oxirida sotib olgungacha bo'lgan holat jarayon. Voronka deb tasavvur qiling. Mana shu voronkani turli xil ko'rinishdagilar bor. Misol uchun siz ham mana sotuv voronkaga kelishingiz, Instagramda ko'rdingiz videoni, men sizga offerim uchun turib berdim, sayt orqali botga o'tdingiz, botda ro'yxatdan o'tib YouTube'ga kelyapsiz. Va YouTube'da videoni ko'rasiz. Qarang, bu CGM deb qo'yadi, Customer Journey Map. Siz meni mijozim sifatida bu videoni ko'rgunizcha qancha o'tib keldingiz. Xuddi shu usulda siz bu videoni ko'rib bo'ladigan bo'lsangiz, men hozir sizga mentorligim haqida ma'lumot beraman. Butun mana shu video jarayonida gapirgan gaplarimni amaliyotda birga qo'llashimiz uchun imkoniyat. Va siz agar ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, men o'zim sizga aloqaga chiqib, bittaga bitta sazvon qilamiz, meeting qilamiz, va siz qanchalik bizni dasturga mos kelishingiz, bizni dasturimiz sizga mos kelishini gaplashib olamiz. Va bu qimmat produktlarni, mentorlik yoki misol uchun qanaqadir qimmatroq produktlarni sotish usuli. Ekspertni o'zi bilan mijoz to'g'ridan to'g'ri gaplashib, savollarni so'rab olib sotadigan usul. Lekin bu hammasini shunaqa sotish kerak degani emas. Misol uchun siz 300 minglik kursingiz bo'ladigan bo'lsa, bitta telefon qilib o'tirmaysiz siz ekspert sifatida. Odatda webinar usulidan foydalaniladi. Webinarni sotuv modelini bilasiz. Targetda ko'radi, veb-saytdan keyin Telegram kanalga o'tadi. Keyin u yoqda qizdirilib, Telegram kanaldan sotiladi, to'g'rimi? Sotilgan jarayonda admin bilan aloqa, qachon karta tashlash kerak, nima deb so'rash kerak, hammasi juda detal bo'ladigan bo'lsa, webinar o'tish o'zi alohida mavzu. Webinarga mavzu tanlash juda katta narsa. Alohida bitta dars qilsak bo'ladi, misol uchun. Webinar mavzusidan oldin webinargacha kanalni tarbiyalash, o'zi siz webinar kanalingizga qo'shilish uchun targetni Instagramni to'g'irlash. Buni hammasi
sotuv voronkasini to'g'ri qurish deyiladi. Webinar sotuv modeli bo'ladigan bo'lsa, uni har bitta etaplarida qanaqa ko'rinishda qilish kerak degan narsa bo'ladi. Boyagi mentorlikka o'xshash qimmat produktlarni voronkasini tuzib chiqish qanaqa bo'ladi va undan tashqari voronkalar bormi, bo'lsa qanaqa? Misol uchun, agar siz boyagidek o'zingizni blogingizni yuritib boradigan bo'lsangiz, auditoriyangiz bor bo'ladigan bo'lsa, sizning storylaringizni necha kishi ko'ryapti va storyda qanaqa sotsa bo'ladi? Pre-sale sotsa bo'ladi, ya'ni sotuvdan oldingi predzapis deb qo'yadi ruschasiga. Keyin katta sotuv bo'ladi, sotuvdan keyin dajim. Dajim degani bu bosim berib, o'sha o'quvchilardan tezroq to'lov qilib kurslarga qo'shilishi jarayoni. Odatda buni butun komanda bilan qilish eng to'g'ri yechim bo'ladi agar siz scale qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni kengaymoqchi bo'lsangiz. Yo, men 10-20 ta o'quvchi olaman, xuddi offline formatga o'xshashroq-u, lekin onlayn bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ha, o'zingiz sotib, o'zingiz qiynalishingiz mumkin. Lekin siz yuzlab o'quvchiga 200 million deb aytding, shunga o'xshash ko'rinishda raqamlar chiqarmoqchiman desangiz, siz sotuv voronkalarini to'g'ri qo'yishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Endi ustoz sifatida men ko'rayotgan narsa, ustozlar o'zlarini potensiallarida agar savdo qilishadigan bo'lsa, $1000 tikib turib 2000, 3000 qilishlari mumkindir. Lekin 20 ming zapus qilaman desa, ko'pchilikni nimasi yetmaydi? Qo'pol qilib duh etmaydi. Nimaga? Chunki u yerda qilinadigan ishlarning ko'pligi va u ishlarga fokus yetishmasligi sabab bo'ladi. Buning uchun siz tizimli yondashgan holatda jamoani yordamiga muhtojsiz. Men hozir sizga aytayotgan dastur mentorlik dasturi. Boya uchini chiqarib ketdim. Bu nima deydigan bo'lsangiz, bu sizga o'xshash o'zini onlayn kurslarni boshlashga tayyor bo'lgan ekspertlar. 3 ta filtr qo'yaman. Birinchisi, o'zlarini natijalari ekspertligida yaxshi bo'lgan, tajribasi bor ustoz. Ikkinchisi, o'quvchilari natija chiqargan va natijalari qoniqarli natijalar bo'lgan o'quvchilari bor ustoz. Va uchinchisi, puli bor. Mana shu uchalasi agar sizda bor bo'ladigan bo'lsa, siz yaxshi ekspert bo'lasiz va meni filtrimdan o'tib mentorlikda qatnashishingiz mumkin. Mentorlikda sizga yuqorida sanab o'tgan 5 ta qadamni har birini birga bosib o'tasiz. Birga bosib o'tish nima degani desa, qarang. Hozir sizga men 5 ta qadamni tushuntirib berdim, tekinga to'g'rimi? Xuddi shu alohida qadamni o'zini olgan taqdiringizda ham siz Cloud bilan gaplashishingiz mumkin yoki umuman YouTube'da hamma yoqda tekin ma'lumotlar qilib yotibdi. Lekin muammo nimada desa, muammo uni qilishda, bajarishda, nazorat kerakligida va xatolarni oldini olishda jarayonda. Va mana shu xatolarni oldini olish, jarayonda nazorat qilish va eng muhimi sizni bilayotgan, o'rganayotgan narsangizni qilishingizga undash mentor sifatida meni vazifam. Va buni qilish orqali siz o'zingizni zapuskingizni tizimli yondashgan holatda har bitta detallargacha e'tibor berib, birinchi zapusklarni amalga oshirishni yoki avvaldan beri qilib yuradigan bo'lsangiz, birinchi 100 millioningizni yoki birinchi 200 millioningizni demak topishni yo'llarini qilasiz. Yana bir marta aytaman, biz bir marta 200 million qilib o'xshatmadik, keyingisi ham 200 millionni oshgan Xudoga shukr, lekin hali aniq raqamlar chiqmadi chunki zapusk hali davom etyapti. Agar siz ham mana shunaqangi muvaffaqiyatli zapusklarni amalga oshiradigan bo'lsangiz, bizda demak kerakli barcha resurslar bor. Siz agar tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, pastda Google forma qoldiraman. Google formadagi barcha savollarga javob berib ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, o'zim sizga aloqaga chiqaman, bitta suhbatlashib ko'ramiz va siz ma'qul keladigan bo'lsangiz, Xudo xohlasa ishlaymiz, ma'qul kelmaydigan bo'lsangiz, nima qilsangiz tezroq ma'qul kelib, Xudo xohlasa maqsadingizga erishishingizga men o'zim sizga yordam beraman. Ustozlar, siz katta mas'uliyatli, katta ishlarni qiladigan insonsiz. Shunga yarasha kompensatsiya olishga haqqingiz bor. Ustozlar, videoni tugatib qo'ydim-ku, lekin mentorligim haqida to'liqroq ma'lumot bermayapman. Keling, qisqacha tezroq qiziqish bildirganlarga ko'p savollarga qoldirmasdan javob bersam. Bizda 4 ta asosiy modul bor. Umumiy vaqt jihatidan 1,5 oy davom etadi. Darslar haftasiga bir marta bo'ladi va biz siz bilan doimiy ravishda 24/7, ya'ni aynan men siz bilan ishlayman. Har bitta jarayonda sizni A nuqtadan B nuqtaga boyga dekompozitsiya tuzadigan bo'lsak, olib borgunimcha har bitta etapda turib beraman. Birinchi modul bu bizdagi tayyorgarlik ko'rish jarayoni, sotuv dekompozitsiyasi. Men sizga tushuntirib beraman raqamlarda aynan nima qilish kerak, qanaqa degan joylarni. Va mana shu shablon bo'yicha o'zingizni budjetingizdan, o'zingizni bozoringizdan kelib chiqib, siz demak sotuvingizni dekompozitsiyasini tuzasiz. Bu yerda o'sha CASDEV qilish, raqobatchilarning analizini qilish deysizmi, yoki umuman shaxsiy brend va kontent strategiyasi degan umumiy tushunchalarni birinchi demak modulda o'rganasiz. Keyin ikkinchi modulga o'tamiz. Ikkinchi modul bu eng asosiy masala hisoblanadi. Va bu masalada siz bilan biz produktingizni prototipi, uni offeri va uni bozorda boshqalardan
ajralib turadigan jihatlari nimada ekanligini o'rganamiz. Tasavvur qiling, siz misol uchun 100 ta o'quvchiga kursingizni sotdingizda, 100 ta o'quvchi sotib oldi, jonli dars, 8-darsga keldingizda, 16 ta odam darsida o'tirib. Bu kursingizning metodologiyasi, ichkarisi noto'g'ri tuzilganligidan dalolat qiladi. Uning ichida qanaqa gamifikatsiya qilish kerakligi, qaysi darsda nimani o'tasiz, qaysi faylni berasiz. Mana shuni hammasini ikkinchi modulda tayyorlab, joy-joyiga qo'yishimiz kerak, toki o'zingiz nima o'tayotganingizni o'zingiz bilmasdan kurs boshlamaysiz. Aniq bilib turasiz va sotilish jarayonida ham, vebinarda sotasizmi yoki boshqa istalgan ko'rinishda sotsangiz, qat'iy nazar siz bilib turasiz nima sotayotganingizni. Bu ikkinchi modulda qilinadi. Faqat bitta narsa, disclaimer deb qo'yadimi? Birinchi modulda sizga men topshiriq berdim, mastermind ko'rinishda yakshanba kuni ertalab soat 10 dan 3-4 gacha o'tirib, misol uchun, polni leksiya, dars, brainstorm qilib o'tdik. Mastermind ko'rinishda bo'ladi. Va sizga keyingi haftadagacha bo'lgan holatda men vazifa berib yuboraman. Qarang, jonli dars o'tyapmiz va mana shu narsani aslida video dars ko'rinishda yozib qo'yganman ham bo'laman. Istalgan savolingiz tug'ilsa qaytadan ko'rib olishingiz mumkin. Har bitta shablon fayllar platformaga joylangan bo'ladi va bu haftadan u haftagacha o'tish jarayonida men bilan aloqada bo'lasiz. Kuratorlaringiz ham bor bo'ladi va sizni bu vazifani bajarguningizgacha ruschasiga soprovождать qilib yurishadi, ya'ni yiqilib ketmadi, qanday nima bo'ladi, qanaqa savol bor. Va siz bajarsangizgina keyingi darsga o'tasiz. Bo'lmasa, bajarmabsizlar birodarlar, uzr so'rayman, dars yo'q bugun deyiladi. Siz bajarguningizcha to'xtab turiladi. Chunki ustoz odam hamma narsani biladi, faqat qilmaydi. Shuni biz qildiramiz. Ikkinchi modul, okey, produkt prototip tayyor bo'ldi. Endi nima bo'ladi desiz? Eng muhim jarayon, boya aytganimdek, kontentlarni joy-joyiga qo'yish. Misol uchun bizda hozir mana shu ofis, men o'tirgan joy bizning o'zimiz ofis, birodarlar. Va biz buni studiya formati qilib qo'yganmiz. Men bu yerda anaqa bor, masalan, ovozni shumi to'sadigan kadr bitta o'girib oladigan bo'lsak, sal boshqacharoq ko'rinishda bo'ladi. Orqadagi rasm, mana bu yerda oynali joy va buni hammasi bizga nima beradi? Qanaqa imkoniyat beradi desiz? Bizga bu siz ekspertlarimizni syomkalarni qilishga minimal summa ketadi degan. Kamera ham o'zimizniki, tushunishinglar uchun. Va buni men mentorlik o'quvchilar uchun maksimal ravishda deyarli tekin qilib beraman. Hech qanaqa o'zi plan olmaymiz, deyarli tekin emas, tekin prosta. Kelasiz, syomka qilasiz bo'ldi, birodar. Endi prosta operator o'tirgani uchun mehnat haqqi vaqtiga pulni berasiz. No, umumiy olib qaraganda siz uchun mana shunaqa ko'rinishga keltirib qo'ydim. Bozorda boshqalarga o'xshamaydigan taklif berish uchun. Sizga ham buni o'zingizning kursingizda boshqalarga o'xshamaydigan ko'rinishda taklif berishni o'rgataman. O'rgatish uchun o'zimiz amal qilaylik deb mana shu ko'rinishga keltirdik. Endi kontentlaringiz chiqa boshladi. YouTube deysizmi, Instagram deysizmi, Telegram deysizmi, bo'ldimi? Siz yo'q. Kontentlar chiqib borar ekan, 4-modulga o'tamiz va bu sotuv moduli. Sizga boya raqamlardan shu har bitta etaplarini tushuntirganimda sotuv haqida oxirida gaplashdik, to'g'rimi? Sizni sotuvingizni modeli, sizni budjetingiz, sizni bozoringizdan kelib chiqib tuziladi-da. O'sha bo'yicha sotasiz. Endi mentorlik tugashida siz o'zingizni birinchi zapuskingizni ham qilib bo'lgan bo'lasiz. Parallel ketadi, tushunyapsizmi? Shu boshlanda kasteflaringizdan boshlab, anaqa A nuqta B nuqta, shu B nuqtaga borgunizcha mentorlik bilan parallel ketasiz. B nuqtaga yetmagunizcha sizga mentorlik tugamaydi. Albatta 6 oylab cho'zmaysiz, 1,5 oy ichida qilib zapuskingizni qiladigan bo'lsangiz, Xudo xohlasa, siz ham biz ham bir-birimizdan rozi bo'lardik. Hozir agar shu vaqtgacha qiziqib videoni ko'rgan bo'lsangiz, siz aniq mentorlikda o'qish kerak bo'lgan ekspertlardansiz. Shu uchun yana bir marta aytaman, Google formani to'ldiring. Agar siz menga ma'qul keladigan bo'lsangiz, filtrlarni o'tadigan bo'lsangiz, o'zim sizga aloqaga chiqaman. Yaxshilikda ko'rishaylik.